Hammaga assalomu alaykum. Bugungi cheklovimiz 14-dekabr. Roppa rosa mollarimizni kirib kelganiga xudo xolasa mana shu yerga tushganiga 7 kun bo'ldi. Buni oldinroq sotishga chiqarmaganimiz sababi haftadan uzoqroq yo'l yurib keldi bular. Mashinada misol uchun bemalol suvni icha olmaydi, bemalol hashagini yeyolmaydi. O'shaning uchun o'zini tutib, sal bir o'ziga kelib olguncha sotishni boshlamadik. Nasib bo'lsa, уже bugundan boshlab boshlaymiz. Bizni kuzatayotgan insonlar juda ham yaxshi biladi. Biz Angus mollarini xudo xolasa olib kelishni niyat qilib qo'yib, o'sha oldinroq, juda ham oldinroq videolarini chiqargandik. Hamma narsa misol uchun biz o'ylagandaqa bo'lib chiqmadi. Biz o'sha rejamiz bo'yicha 15 kun ichida bu yoqqa olib kelishga ulgurishimiz kerak edi, lekin u yoqda dokumentda ozroq kamchiliklar bo'ldi. Xullas, o'ziga yarasha buni shunaqa past balandlik joylari bor. Xudo xolasa sog' salomat mollarimizni olib kelib oldik. Eng muhimi, bugundan boshlab bu savdo sotuvni xudo xolasa boshlaymiz. Mollarimizga keladigan bo'lsak, bu Angusni ho'kizi ham bor, xunajinchasi ham bor. Ularni ham qanaqa qilib olib kelganmiz. Kichkina, o'rtacha, sal kattaroq. O'shaning uchun xudo xolasa nasib bo'lsa, bemalol kelishlaringiz mumkin. Bizning misol uchun o'sha mana shu yerga yoziladigan telefon raqamlarimiz deyarli 24 soat ishlaydi. Endi anaqa 24 soat bo'lmasa ham, imkon qadar o'sha kechki payt soat 9-10 gacha ham bemalol javob bera olamiz. Manzil qayerda degan bo'lsa, Jizzax viloyati G'allaorol tumani Solin qishlog'i. Yana ham to'liqroq manzil kerak bo'ladigan bo'lsa, bizni Telegramdan yozsalaringiz, xudo xolasa lokatsiyasini tashlab beramiz. Bemalol qiynalmasdan kelib ko'rib, mollarni o'sha dogovor qilib, chiroyli o'zizga yoqqanlarni olib ketishingiz mumkin. Xo'p, bu yerda ko'rsatib turgan misol uchun bu yerda nechta turibdi? Hozir bir 8 tami, 10 ta turibdi. Lekin mana bu yoqda ham mollarimiz bor. Bu yoqda hozir videosini ko'rsatganim foydasi yo'q, jo'naqa yaxshi ko'rinmaydi. Bu yerda hammasi ho'kiz. Bu tarafda bor. Endi sizlarga ko'rinmayapti bu. Bu tarafda g'unajinlarimiz ham bor. G'unajinlarda o'tgan safar faqat ho'kiz olib kelganimizda ko'pchilik so'ragandi. O'sha g'unajinlari qanaqa bo'lar ekan, buni olib kelsalaringiz osayibmikan deb o'sha ham juda ham ko'p qiziqish bo'lgandi. Xudo xolasa o'shalarni inobatga olgan holda bularni ham olib kelganmiz. Yaxshigina bizda tanlov imkoniyati bor. Kelib, ko'rib, o'sha mana shu mollar bilan nima qilib, o'ziga yoqqanini bemalol olib ketishingiz mumkin. Keyin yana bitta narsa, boya bitta akamiz aytib qoldi. Misol uchun borsak, bizga mol yoqib qoladigan bo'lsa, uni dastavkasi qanaqa bo'ladi deyishdi. Dastavkasidan bemalol o'ylamang, xudo xolasa bu yerda mashinalar bor. Xohlaysizmi, Labo'mi, Gazelmi, Isuzumi, nechta sig'adigan, nechta olsangiz, xudo xolasa o'shanga yarasha mashina topib beramiz. Bemalol kelishlaringiz mumkin. Sizlardan talab qilinadigan narsa kelsalaringiz, necha kishi bo'lib kelishlaringiz bilan qat'iy nazar mollarni ko'rib, xudo xolasa o'rtamizda albatta topamiz. Kelishmaydigan narsani o'zi bo'lmaydi. Narx-navosini aytmayotganimiz sababi, misol uchun, men sizga hozir mana uni aytib qo'ysam, falon so'mdan deb, kelganingizga buni sotib qo'ysamiz, siz aytsangiz keyin, meni mana shunaqa narxda deding, lekin o'sha mol qani desam, men sotib qo'ysam, endi biz bilib bo'lmaydi-yu. O'shaning uchun akam yoki ukam, bemalol keling, mana shuni ustida gaplashaylik. Xudo xolasa ikkalamiz ham kelsalaringiz, hammamiz shu bir-birimizni oramizda topamiz. Hammaga sog'lik, salomatlik, ishlaringizga omad. Xudo xolasa, agar siz chorvaga qiziqadigan bo'lsangiz, bizni mana shu Jizzax Chorva House G'allaorol kanalimizga, Telegram, Instagram, YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, xudo xolasa, nasib bo'lsa, biz уже ba'zi bir harakatlarni boshlab o'rganmiz. Bu ishni biz endi boshladik desak, xudo xolasa, nasib bo'lsa, to'g'ri bo'ladi. Sababi bu ishni yana ham rivojlantirish niyatimiz bor. Xudo xolasa, o'sha maqsad niyatlarni qilib harakatni boshlab o'rganmiz. Hammalaringizga sog'lik, salomatlik, toza, ishonchli o'sha Aberdeen Angus mollari kerak bo'ladigan bo'lsa, sizga bemalol bizga kelib, o'sha telefon raqamlarimizni ko'rsatib qo'yganmiz. Telefon qilib, bemalol kelib, ko'rib, xudo xolasa yoqtirganlaringizni olib ketishlaringiz mumkin. Boshqa. Men bu zotni juda ham yaxshi ko'raman, o'zim aytsam. Chunki bu tabiatdan juda ham beg'ubor mollar bo'ladi-da bular. Bunaqa qasomxo'rlikni bilmaydigan, o'shanaqa bir mollar bo'ladi. Juda ham yaxshi ko'raman. Xudo xolasa, hammalaringizga bundan ham zo'rlari nasib qilsin. Kimda-kim agar o'sha niyat qilib, xudo xolasa, meni hozir balkim sharoitingiz bo'lmasligi mumkin yoki qanaqadir boshqa rejalaringiz bo'lishi mumkin, lekin siz bitta yaxshi niyat qilib qo'ying. Xudo xolasa, sizga bundan ham zo'rlari bo'lsin. Tamam, syomka.